Bugungi kontentimizni Maroqand to'yxonasida bo'lib o'tadi. Xudo xolisa Maroqand to'yxonasi haqida hamma ma'lumotlarni olasizlar. Ketdik. Xo'p, bu ko'rib turganingiz kirish qismi, ya'ni vestibyul. To'yxona birinchi etaj, ya'ni birinchi qavat. Mana kirish hol qismi, mehmonlar kutib turish zali. Juda ham shinam. Va zalga kiramiz. Ko'rib turganingizdek, zal juda ham muhtasham. Mehmonlar xalat qilib qoldik. To'yxonaning atmosferasiga gap yo'q, juda ham shinam, juda ham ko'rkam qilib qurilgan ekan. Xo'p, stolni ko'ramiz. Stolga ahamiyat beringlar. Alohida detallari, ya'ni premium to'yxona, xudo xolisa. Menga rosa yoqdi. Xalodnilar ham alohida dit bilan yasatilgan. Narsalar ham ko'p-ko'pdan qo'yilgan. Muhimi sifatli yasatilgan stol. Servislariga alohida e'tibor berasizlar, a'lo darajada. Xo'p, kelin-kuyov sahnasi, ya'ni prezidium. Balandligi zo'r, ya'ni hamma mehmonlar bemalol ko'rinish uchun mo'ljallangan. Juda ham yaxshi ishlangan ekan. Dekoratsiyalar ham juda ham nozik dit bilan yasatilgan, xudo xolisa. Xo'p, to'yxonamizning ikkinchi qavati ham bor ekan. Hozir sizlar bilan ikkinchi qavatga chiqib videoni davom ettiramiz. Xo'p, balkon qismiga chiqdik, ikkinchi qavatga. Bu ikkinchi qavatga 94 kishi ketar ekan. Bugungi nikohimizda 210 kishiga mo'ljallangan ekan. To'yxonaning umumiy sig'imi 350 ta odam ekan. Birinchi qavatga 256 ta odam ketar ekan. Va zalni mana tepadan ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Zamonaviy stullari. Stollar ham juda chiroyli yasatilgan. Hamma yoq har doimgidek startda. Professional darajada ishlaydigan ofitsiantlarga ham gap yo'q. Forma masalalari, tozalik juda ham tartib bilan ishlashar ekan. Buni guvohi bo'ldik reklama jarayonida. Bu bo'lganda to'yxona zo'r, xudo xolisa. Zavzal bilan ham suhbatda olib boramiz. Hormay aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlar? Xo'p, ismingiz? Ismim Xushbaxt. Xo'p, charchamayapsizlarmi? Yaxshilabsizlar? Xo'p, xalqimizda nechtalik to'y qilyapti? Mana har kun to'y ichida yuribsizlar-ku. Asosan 200 talik to'y qilyapti. Bugun ham shu zalimizda 200 talik to'y bo'lyapti. Ha, bugun ham 200 kishi mo'ljallangan. Xo'p, sizlar ham boshqa to'yxonalarga o'xshab anu qattiq qo'lmisizlar? Shunaqa deyshadi-yu, ana sabranalar qilib, majlislar qilib. Albatta, har bir to'y boshlanishidan oldin ofitsiantlarni yig'ishtirib, soch, soqol, tirnoqlarni ko'rib va har bitta ofitsiantlarimizga bittadan stol bo'lib beramiz. Ha, birga bir qarashadi, ya'ni raziflarga chitay. Ha, professionalniy obsluga xizmat. Gap yo'q, ishingizga omad. Tanishganimdan xursandman. Charchamanglar. Gap yo'q. Ya'ni xizmat sifati a'lo darajada ekan, eshitdinglar o'zingizlar ham. To'y boshlanish arafasida, xudo xolasa. Mana zal haqida ham ma'lumotga ega bo'ldinglar. Mana hozir kuyov bola ham kelin bolani sekin to'yxonaga olib kirish arafasida turibdilar. Biz ham videoni yakunlashga o'tyapmiz уже. Xo'p, to'yxonaning zeleniy zonalari ham juda ham toza, akkuratni qilib qo'yishgan ekan. Bu yoq tarafimiz bo'lsa, juda ham katta territoriyadagi stoyanka. Ya'ni avto turargoh. Xullas hamma sharoitlar bor, divizion generatorlar, stoyankalar, zeleniy zonalar, kirish hol qismlari ham juda katta, mehmonlar ajdanka deydi. Prosta kelib to'y qilish kerak, iyul oyiga chegirma qilishgan ekan. Buni Instagram platformasiga ham joyladik. Pastda manzilligi, telefon nomerligini qoldiramiz. Maroqand to'yxonasi hammanglarni kutib qolishadi. Bizlarni kuzatishda davom etinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolisa, yana ham ko'plab to'yxonalarni reklama qilib, sizlarga ma'lumot berishga harakat qilishda davom etamiz. Charchamanglar.